Bemorimiz erektil disfunksiya og'ir bosqich bilan ilgari dori darmonlar hech qaysi yordam bermagan. Medikamentozning farmakologik probada ham hech qanaqa yordam bo'lmagan. Shuning uchun protezlash, odatda protezlash operatsiyasini bajarmoqchimiz. Hozir endi boshlang'ich etapdamiz. Hozir razrez ketyapti. Bu skrotalli dostуп bilan qilyapmiz. Mana kaverimiz to'qimaga keldik, oqsil qavatiga. Hozir buni ochamiz. Ochib buni bujlagandan keyin bunga protez o'rnatishga harakat qilamiz. Hop, endi protez o'rnatish protsessi oyoq tarafi tushyapti. Endi boshlaydi. Hozir mana ikkinchi taraf protezni ham o'rnatib bo'ldik. Hozir kavernozning fe'lini, oqsil qavatini tikib, hermetik holda tikib, keyin o'zi yarani batamom ketamiz.